Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchim. Sizni mening darsligimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan qanaqa videoga target yoqsak, profilimiz bloklanib qolishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Keling, undan oldin o'zimni qisqacha tanishtirsam. Men Feruza Abduasitovna 4 yildan beri media sohasida o'z faoliyatimni yurg'izib kelaman va shu kungacha offline tourizmlikdan oshiq o'quvchilarni o'qitib, natijaga olib chiqqanman. Xo'p, endi mavzuyimizga qaytamiz. Target o'zi nima? Target orqali reklamalaringizni to'g'ri odamlarga ko'rsatasiz va anchagina pullaringizni tejab qolasiz. Va shu qatorda sotuvingiz ham sezilarli darajada oshadi. Targetni qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, mahsulotingiz yoki xizmat ko'rsatishingizni sotib olishi ehtimoli yuqori bo'lgan insonlarga ko'rsatib beruvchi instrumentlardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, endi videolarga target reklamasini yoqadigan bo'lsangiz, profilingiz bloklanib qolishi yoki umuman boshqa profilingizni qaytib ko'rmasligingiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. 18+, ya'ni erotik kontentlar hisoblanadi. Ya'ni bunga yarim-yalang'och tana tasvirlangan kadrlar yoki pornografik materiallar kiradi. Ikkinchisi zo'ravonlik hisoblanib, bu urush videolar, qon, o'lim kadrlari yoki hayvonlarga zo'ravonlik aks etgan kadrlar bo'ladi. Bu zararli odatlar, bular narkotik moddalar, chekishni targ'ib qilish yoki spirtli ichimliklarni haddan oshiq reklama qilish. Eng oxirgisi kamsitish hisoblanib, odamni kamsitish yoki kiberbullying kabi kontentlarni o'z ichiga oladi. Qisqa qilib aytganda, agar target yoqqaningizda profilingizdan ayrilib qolishni xohlamasangiz, 18+ kontentlardan saqlaning, original kontent yarating va zo'ravon, ya'ni urush, o'lim kadrlari tasvirlangan kadrlardan uzoqda turing. Agar sifatli target yoqishni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda hozir Instagram sahifamizga telefon nomeringizni yozib qoldiring va biz siz bilan bog'lanamiz. Unutmang, sifatli target orqali sotuvlaringizni 2x dan 5x gacha oshirsangiz bo'ladi.